Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va klientlar, mana Termiz shahriga olib kelib akvaplastlarni sinfga qildik. Ichi tomonda 3 ta ramkasi bor. 1,5 ga bru, 30 ramkalar. Ichkaridan olib kirib ko'rsataman. Kirgan ichkarida mana chap qo'ldagi mehmonxona. Mana prostoy открывание qo'yilgan, oddiy ochiladi. Prostoy открывание qo'yganmiz, средний petlilar bilan birga. Tepada ham mana fitnesi bor. O'zimizning krafushkalardan qo'yganmiz, yaxshi. Forsishga 2 ramka 1,5 ga balandligi eniga 30 podokонниklari bilan qo'ydik. Bu haqida ham bitta ramkamiz bor. Podokонниklari bilan. Tepada forsishga mana Forsishga nojniца mexanizm qo'yganmiz. Petlisi mana ko'rib turganlaringdek. Pastida mana bu petli bor mana. Двойное открывание петлиsidey. Fornax. Простое открывание faqat. Oynalari qora oynaga oq oyna 2 qavat stiklopor.